o'roqchini irayi o'roq o'rarga bo'lmasa, ota va bobomiz aytadilarki, o'rog'ini keltirib kesakka tez qiladi deydi. Kesa ham o'roqni tez qiladi. Sohib 3-manzil tuzalgan, 4-manzilda ham baxayr men tuzatay, boy sohib aytadi, unna hajga ketaman. Faloni sohib deydi, shu hozir biz javonmiz. Ba'das kelgandan so'ngra mumkin men gunoh qilgay bo'lsam, shu uchun qariroq fillasiga hajga ketaman. Darholiki haj ustiga farz bo'lgan, ro'z zakot fillasiga minglarcha kishiga zakot ham beradi. Sohib o'g'illaga ham xotin olib berilgan emas, sarmoya bor. Har qaysiga buni o'tal to'yi bilan cho'tladi. 20 lakdan ikkoviga 40 lak afg'oni ketayotgan. Sohib oldimga bor bir 25 lak puli naqdda qo'yilgan, lekin ikkala o'g'ilni bir g'amini yemasa hajga ketmaymiz degan. Kim aytdi? Qaysi olim aytdiki, o'g'ilni xotin olib berishlik otaning ustiga farzdir? O'g'ilni haqqi otaning ustiga xotin olib berishlik kim aytdi sizga? Qaysi shariat aytdi? Alloh fano bersin. Musulmon kishi bo'lsa 360 mafsali larzaga keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, famota, shu o'ldi. Shu javon sohibiki sarmoyador hajga ketmaydi, o'ldi. Shu boy sohib o'ldi. Valam yahujja. Haj qilmadi. Tasmima hajda olmadi. Qo'rakashliklarga bormadi. Iroda hajni qilmadi va o'sha shirkatlardan hajni birtasini ham ma'lumotini olmadi. Falyamut. Hazrat Muborak aytdilarki, boyat bu o'lsin, insho'a yahudiyan va insho'a nasroniyan. Agar yahud bo'lib o'lsam o'lsin, nasroni bo'lib o'lsam o'lsin. Agar men dunyodan ketsam, yo bir sarmoyador otamiz, inog'amiz dunyodan ketsa, bir kishi degan aytsaki bor, janobi falonini avlodi, xafa bo'lmagin otang yahud bo'lib o'ldi. Xafa bo'lmagin otang nasronilar bilan bir joyga hasr bo'ladi, nasroni bo'lib o'ldi desa, to dunyodan ketguncha nasl zurriyasini yoddan chiqmaydi. Valo meni otamni nima deding? Yahud deding, nasroni deding. Darholiki sarohat payg'ambar buzurg islom aytdilarki, fal yamut insho'a yahudiyan va insho'a nasroniyan.